Oktyabr oyi unutilmas kunlar bilan boy bo'ldi. Keyin eski oktyabr oyi qanaqa o'tganini gapirib bermoqchiman. Oktyabr oyining ikkinchisida katta opamning tug'ilgan kunlari bo'ldi. Oilaviy Marini restoranda juda ham chiroyli nishonladik. Va kechki paytga to'yga bordim, nikoh to'yiga. Qarindoshlarimizni ko'rib bir mazza qilib yayrab, yashnab o'ynadik. Yoshlar baxtli bo'laversin, qarindoshlar o'ynab, kulaversin deganlaridek dam oldik. 4 oktyabr hayotimda yana bir unutilmas kun boshlandi. Ya'ni biz oilaviy Dubay sayohatiga yo'l oldik. Hammamiz Dubayda maza qilib dam oldik. Dubayda Burj Xalifa, dengiz bo'ylab sayohat, gullar bog'i va safarilarda ham bo'ldik. Farzandlarimizga bitta sayohatda 70 ta kitob o'qilgan o'rni bosilar ekan. 70 ta kitobni o'qitirib keldik va unutilmas xotiralar, telefon to'la rasmlar va 17 yil qilmagan ishimizni qildik. Ya'ni turmush o'rtog'imiz bilan birga vals dansalarga ham tushdik. Bu kunlarni hech qachon unutmaymiz. Turmush o'rtog'imga rahmat aytaman. Va uyga kelib chuchvaralarni tugib, opajonlarni kutib oldik va Dubaydan olib kelingan Dubay shokoladlari, Dubay hadyalarini berib, ularni xursand qildik va jigarlarimiz bilan maza qilib dasturxon ustida suhbat qilib, gaplashib o'tirdik. Ertasi kuni esa maktabga farzandlarimni shaxmat musobaqasiga olib bordim. Shaxmat musobaqasidan Navro'za 1-o'rinni olib qaytdi. 2ni emas, 1ni olib qaytdi. 14 oktyabr onalik baxtini bergan o'g'lim Komronbekni tug'ilgan kuni bo'ldi. Choyxonada nishonlab berdik. Ota-onalar majlisiga chiqib rahmat eshitib keldim. Uyda halim mochkichiri qilib berdim. 12 soat qaynagan mochkichirim halimdan ham yumshoq bo'lib, mazali bo'lib chiqdi. Ishxonasiga borib keldim. Ishxonadagilar bilan bir-birimizga hadyalar berdik. Moskva haqida gaplashdik va bayramga bordim. Bayramda taqdirlandim, gullar oldim, qarsaklar oldim. 20 oktyabr davlatim otam tug'ilgan kunlari bo'ldi. Hamma keldi deb ammajonlarimizni kutib oldik va maza qilib dam olib o'tirib ketishdi. Ish bilan yuzasidan katta opalarim bilan yig'ilib qoldik va katta opam bizni mehmon qilgan olib bordi. Xoshan restoranda lamon, manti, xoshanlarni yeb xursand bo'lib qaytdik. Oy boshi bayramlar bilan boshlangandek 30-31 oktyabr ham unutilmas kunlar Xumson villasi bilan tugadi. Ya'ni Xumson villasiga bordik. Onajonim jannatim tug'ilgan kunlarini juda ham chiroyli oila davrasida o'tkazdik. Hammamiz 12da tabrikladik, sovg'a salomlar berdik. Onam juda ham xursand bo'ldilar. Va nevaralar ichida o'g'il birinchi nevara Umarbekning tug'ilgan kunini ham nishonladik. Uni ham yaxshilab osmonga otib tabriklab qo'yishdi. U uchun ham unutilmas kun bo'ldi albatta. Va tong otar mafiyalar o'ynab chiqilindi. Sony PlayStation, kompyuter, karaoke, kino ko'rishlar, oila davrasida o'tirib, hammamizni birga ovqatlanishlarimiz, dam olishlarimiz o'zgacha kun bo'ldi va o'zimga oktyabr oyi uchun va shukronalik keltirib chiroyli gul hadya qildim. Hammasi uchun Allohga shukr.